Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan o'zbek tilidagi gapni qanday qilib ingliz tiliga tarjima qilishni o'rganib olamiz. Ya'ni buning uchun bizda standart formula mavjud. Bu a, subject plus verb plus object plus place plus time. Ya'ni subject bizda ega degani. Ya'ni bu bizda kim, nima so'roviga javob bo'ladi. Verb, ya'ni verb degani bizda fe'l degani. Fe'l bizda nima qilmoq so'roviga javob bo'ladi. Va keyingisi bizda object, ya'ni object bizda to'ldiruvchi, ya'ni kimni, nimani so'roviga javob bo'ladi. Place, place degani bizda joy, ya'ni qayerda so'roviga javob bo'ladi. Keyingisi bizda time, time degani bizda vaqt degani. Va bizda bu qachon so'roviga javob bo'ladi. Xo'p, keling endi quyidagi berilgan gaplarni shu formula asosida ingliz tiliga tarjima qilamiz. Xo'p, bu yerda birinchi subjectni aniqlab olishimiz kerak. Ya'ni bu yerda subject bizda men bo'ladi. Ya'ni men ingliz tilida I bo'ladi. Undan so'ng biza verbni topishimiz kerak. Verb bu yerda ya'ni o'qiyman, ya'ni o'qimoq bo'ladi. Ya'ni bizda o'qimoq read bo'ladi. Va undan so'ng biza objectni topishimiz kerak. Objectni aniqlab olishimiz kerak. Ya'ni object bizda to'ldiruvchi, ya'ni bu yerda to'ldiruvchi, ya'ni men bu yerda nimani o'qiyman? Ya'ni kitobni o'qiyman. Ya'ni shunda bu yerda to'ldiruvchi kitob bo'ladi. Ya'ni kitob ingliz tilida a book bo'ladi. Va so'ng biza place, ya'ni joyni aniqlashimiz kerak. Bu yerda joy bog'da bo'ladi. Ya'ni bizda ingliz tilida bog'da degani in the garden bo'ladi. The garden. So'ng esa bizda oxirgisi time, ya'ni vaqtni aniqlashimiz kerak. Ya'ni bu yerda vaqt ertalab. Ya'ni bizda ertalab degani ingliz tilida in the morning bo'ladi. In the morning. Hop, keyingi gapni ham tarjima qiladigan bo'lsak, birinchi subjectni aniqlab olamiz. Ya'ni bu yerda subject birinchi u bo'ladi, ya'ni bizda u degani uch narsaga nisbatan u deyishimiz mumkin. Misol uchun, jonsiz narsaga nisbatan yoki o'g'il bolaga nisbatan yoki qiz bolaga nisbatan. Ya'ni bu yerda he-ni olamiz. Misol uchun. Hop, keyingisi verbni aniqlashimiz kerak. Ya'ni ko'radi, ya'ni ko'rmoq. Ya'ni bizda ko'rmoq degani watch bo'ladi. Hop, keyingisi bizda object, ya'ni to'ldiruvchi. Ya'ni to'ldiruvchi bu yerda kino bo'ladi. Ya'ni a movie. So'ng keyingisi bizda place, ya'ni place bizda uyda bo'ladi.
ya'ni at home bo'ladi. Va oxirgisi bizda time. Time ya'ni kechqurun bo'lyapti. Ya'ni bizda kechqurun ya'ni at night bo'ladi. Hop. Bu yerda ham birinchi subjektni aniqlab olamiz. Ya'ni bu yerda subject biz bo'ladi. Ya'ni biz ingliz tilida we bo'ladi. Keyingisi bizni verbni aniqlashimiz kerak. Ya'ni bu yerda o'ynamoq, ya'ni o'ynaymiz. Ya'ni o'ynamoq degani ya'ni bizda o'ynamoq play bo'ladi. Undan so'ng esa objektni aniqlaymiz. Ya'ni biz nimani o'ynaymiz? Ya'ni futbolni. Ya'ni futbol bu yerda bizda objekt hisoblanadi. Ya'ni futbol. Hop, do'stlarimiz bilan. Ya'ni with our friends. Qachon o'ynaymiz biz futbol? Ya'ni dam olish kunlarida, ya'ni time bo'lyapti oxirisi. Ya'ni on weekends bo'ladi, dam olish kunlari. Xo'sh, keyingi gapimizni ham shu tarzda tarjima qiladigan bo'lsak, bu yerda ham birinchi subjektni aniqlab olamiz, ya'ni u. Ya'ni u bizni shini qo'yamiz. Ya'ni keyingisi verb. Ya'ni verb bu yerda ya'ni qilmoq degani. Ya'ni bizda qilmoq ingliz tilida do bo'ladi. Endi bu yerda object uy vazifasi bo'ladi, ya'ni homework. Place bu yerda kutubxona. Kutubxonada, ya'ni in the library. Va time bizda tushdan keyin bo'ladi. Tushdan keyin degani bizda after lunch bo'ladi. Va oxirgi gapimizni ham tarjima qiladigan bo'lsak, ya'ni bu yerda subject ular, ya'ni ular ingliz tilida they bo'ladi. Keyingisi verb. Verb bu yerda o'rganadi, ya'ni o'rganmoq. O'rganmoq bizda ingliz tilida learn bo'ladi. Nimani o'rganishadi? Ya'ni yangi mavzularni. Ya'ni yangi mavzular bu yerda object, ya'ni to'ldiruvchi bo'lib kelgan. New topics. Qayerda o'rganishadi? Ya'ni maktabda. Place. At the school.
Ya'ni bu yerda at the school degani ma'nosi, ya'ni, umumiy ma'noda gapirayotganim uchun bu yerda at the school deganman. Ya'ni ba'zi holatlarda in the school ham bo'lishi mumkin. Va bizda oxirgisi vaqt, ya'ni time. Ya'ni har kun degani bizda every day. Xo'p do'stlar, bugun sizlarga o'rgatmoqchi bo'lganlarim shundan iborat edi. Agar video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yishingizni so'ragan bo'lardim va bizni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.